Yoshligimdan asfaltni yorilgan va chizilgan joylarini bosmay yurishga harakat qilaman. Ko'chada ketayotib o'zimga g'alati challengelar qo'yaman. Masalan, hozir anavis salbagacha 5 sekund ichida yugurib borsam, bu yil o'lmayman degandek. Va ko'rib turganingizdek, hozircha men g'alaba qozonyapman. Qarindoshlarim ham men tufayli sog'-salomat yurishibdi. Axir men doim musimni to'ppa-to'g'ri o'rniga tashlayman. Men hech qachon nogiron insonlar uchun mo'ljallangan yo'lakdan yurmayman yoki pandusdan tushmayman. Boshimga shunaqa kunlar tushmasligi uchun. Podiyez eshigini ochsam, eshik yopilguncha zinadan chiqib olishim kerak. Ulgurmasam, tamom, dabdala bo'ladi. Uydachi, meva sabzavotlarni vannada umuman yuvmayman, chunki u yerdagi suv toza emas. Toza suv esa doim oshxonada. Ovqatlanishim ham bir ahvol. Oldin ovqatni o'zini yeb, keyin go'shtini yeyman. Agar biror ishni o'ng tomondan qilsam, keyin albatta xuddi shuni chap tomondan qilishim shart. Bu hech nimani anglatmasa ham. Televizor yoki telefon ovozini har doim tekis raqamda qoldiraman. 5, 10, 15, lekin 17 da emas. Zinalarda ham shu ahvol. Faqat juft sonlilarni bosaman. Agar masalan butunlay katta harfdan ketayotib birdan kichkina harfga o'tib qolsa, bu g'alati. Hamyondagi pullar qiymati bo'yicha tartib bilan turishi shart. Soldagi narsalar qanchalik tekis tursa, shuncha yaxshi. Eshik yopilganini 2 marta tekshirishim shart. Budilnik esa umuman boshqa mavzu. Odatda qo'yadigan vaqtlarim bu 9:00, 9:05, 9:10, 9:15, 9:20. 1 daqiqa. Eshikni yana bir bor tekshirib kelaychi.